Dunyoning ishlari qalbni ezgulikka chorlaydigan asar. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asari ona mehri, oilaviy qadriyatlar, insoniylik va oqibatni ulug'lovchi bebaho asarlardan biridir. Asarni mutolaa qilar ekansiz, undagi samimiy voqealar sizni o'z bolaligingizga qaytaradi. Ota-ona mehrining qadrini yana bir bor his etishga undaydi. Har bir sahifasi kitobxon qalbida iliq tuyg'ularni uyg'otib, hayotga, insonlarga va oilaga bo'lgan muhabbatni yanada mustahkamlaydi. Mutolaa va mushohada loyihasi doirasida ushbu asar yuzasidan o'z taassurotlarimni baham ko'rish imkoniga ega bo'lganimdan mamnunman. Bunday mazmunli va ma'naviy ma'rifiy loyihani tashkil etgani uchun Zaribdor axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayevaga samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu loyiha kitobxonlikni keng targ'ib etish, yoshlarning mutolaa madaniyatini yuksaltirish va kitobga bo'lgan mehrini oshirishga xizmat qilmoqda. Aziz kitobxonlar, sizlarni ham O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini mutolaa qilishga chorlayman. Ishonamanki, bu asar qalbingizdan chuqur joy olib, hayotga boshqacha nigoh bilan qarashingizga sabab bo'ladi. Kitob o'qing, fikrlang, mushohada qiling. Zero mutolaa ma'naviyat sari yetaklaydi.